Konsultatsiyada men bolalarni maksimum hamma taraflama tekshirib olishga harakat qilaman. Diagnostika eng muhim jarayon. Bizning natijaga olib chiqishimiz uchun bolani zo'r bilib olishimiz kerak, nimada muammo bo'layotganini. Masalan, bitta misol aytsam, onajon keldilar, farzandlarini olib keldilar, natija bo'lmayapti deb agressiv holatda, yaxshi mutaxassis bormi, nechta joyga bordim, yaxshi natija qilib berisha olmayapti deb keldilar. Lekin men u bolani tekshirganimda, uni nutqidagi muammo ikkilamchi muammo bo'lib chiqdi. Ya'ni uni nafas yo'llarida muammoni men ko'rdim va men ularni darsga ola olmasligimni onaga tushuntirdim. Oldin lorga borish va uni birlamchi muammosini tuzatish kerakligini tushuntirdim. Burundagi muammolar, ya'ni adenoid bo'lishi, masalan, burun suyagini qiyshiq bo'lishi yoki qanaqadir allergiya holatlari bo'lishi ham nutqdagi ko'p tovushlarni tushib qolishi yoki qanaqadir tovushni boshqa tovushga almashinishini keltirib chiqaradi. Siz eng zo'r mutaxassis bilan shug'ullanmang, eng zo'r logoped bilan shug'ullanmang. Bolada natija zo'r bo'lmaydi. Oldin lordagi muammoni yechish kerak, keyin logopedga murojaat qilish kerak.